Hammaga assalomu alaykum. Bugun staking haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Giftlarga, Telegram giftlariga birinchi bo'lib staking qayerda, qaysi marketplace'da paydo bo'lgan deb o'ylaysizlar? Portalsdami yoki MRKTda deb o'ylaysizlarmi? Agar ikkalasidan bittasini tanlagan bo'lsanglar adashasizlar, chunki birinchi bo'lib staking o'zi tunnelda paydo bo'lgan. Hozir masalan ko'rsanglar bo'ladi, tunnelda staking o'lgan. Konkretni o'lgan yo'q desa ham bo'ladi. Xo'p, nima demoqchiman bu bilan? Endi mana MRKT bilan MRKT mana ko'rsanglar bo'ladi 77% va Portalsda hozirgi paytda 146% berot stakingdan. Bugun biza mana shu ikkita marketni stakingi kelajagi haqida gaplashamiz. Nima bu, qanday foydalanish kerak va nima kutyapti bizani? Qani bo'lmasa, ketdi, boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin bitta muhim informatsiya. Men videoni oxirrog'ida kalkulyatsiya qilganman, polностью 3 ta marketni haqida obzor qilib bergandan keyin. Nima demoqchiman? Bu juda muhim narsa kalkulyatsiya. Videoni oxirigacha polностью ko'rmasanglar ham, lekin mana shu oxirini хотя бы qisman ko'rganingizdan keyin, tushuncha hosil bo'lgandan keyin kalkulyatsiyaga o'tib polностью ko'rishlaringizni maslahat beraman. Bu juda muhim. Usiz shuncha oziqladigan narsalarni foydasi yo'q. Oldindan ham nima uchun hozir o'shani olib qo'yishim mumkin edi. Mana bu joyga qilish ham foydasi yo'q, chunki sizlar tushunmaysizlar agar o'zi boshini tushunmasanglar. Hammaga katta rahmat. Videoni ko'raveramiz dash. Xo'p, staking o'zi nima degani? Staking deganda endi sizlar o'zlaringizni giftlaringizni marketga kiritib qo'yasizlar va sizlarga protsent, to есть mana shu kiritilgan summadan protsent sekin-sekin tushadi. Masalan, hozirgi paytda portalda 146%. 146% bu yillik foiz. Yillik. Oylik emas. To есть bir kunda, bir oyda bo'lib ketadigan anaqa narsa emas. Lekin sразу bitta sizlarga spoiler beraman. Vaqtlari shunaqa bo'lganki, что bir kunda butun giftni puli chiqadi. To есть bir kun ichida agar giftingiz stakingda bo'lib turgan bo'lsa, polностью uni puli chiqadi, ham giftingiz ham qo'lingizda qoladi. Shunaqa momentlar ham bo'lgan. Bu haqida gapirib beraman bu haqida. Faqat bu hozir emas, tunnelda bo'lgan bu narsa. Tunnelni ochiradi kelgan paytda gapirib beraman. Undan oldin kelinglar hozir portal haqida polностью razobratsa qilib olaylik. Xo'p, demak, sizlar giftlaringizni olib kirasizlar, 146%. Bu lekin сразу aytish kerak, mana ko'rsanglar bo'ladi, bu плавающий процент. То есть nima degani? Statistik emas. Bu degani protsenti qimirlab turadi. Masalan, odamlar gift ko'p olib kirib qo'yishsa, protsenti tushadi. Kamaytirishsa, protsenti ko'tariladi. Yoki portalsni o'zi hozirgi paytda endi o'z portal haqida gaplashyapmiz-ku. Ko'proq ishlashni boshlasa, protsenti ham ko'payadi. Bu yerda yana bitta qiziq narsa bor, informatsiyalar. Demak, sizlarni stakinglaringiz mana bu yerda, sizlarda qancha ton staking qilingan. O'zi minimal summa staking uchun 10 ton bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yana 327 ton qo'shing deyapti. Mana bu summaga общий 10 ton bo'ladi. Minimal staking qilish uchun общий sizlarda 10 tonlik giftlaringiz bo'lishi kerak. Xo'p, va limit bor. Limit degani bu maksimal staking 50 ton. Buni o'zi kattalashtirsa bo'ladi. Uning uchun mana bosib o'qisanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Выполняйте ежедневные задания, чтобы разблокировать больше. То есть nima qilish kerak desa, oddiyroq qilib aytganda, sizlar konkretda giftlaringiz bilan yoki mana bu ton coinlaringiz bilan profilingizda ton coin bo'lsa, qanday пополнять qilish haqida полностью portal haqida video qilganman. Tepada o'ng tomonda chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. Уже 128 bo'libdi. То есть hozirgina ko'tarildi. Xullas, portal bo'yicha tushuntirib berdim. Unutmaymiz, giftni kiritish uchun 25 ta yulduz, chiqarish uchun adashmasam 02 edi. 0.25 ekan. Bolalar, juda muhim bitta narsa. Bu yerga kirib stakingni aktivatsiya qilib turish kerak. Agar shuni kiritib, bir marta aktivatsiyani bosib, shu bilan unutsanglar, vaqt o'tib staking avtomatik o'chiriladi. Sizlarda staking bormaydi. To есть men demoqchiman, tez kirib qarab turinglar. Xo'p, yana bitta juda muhim, juda bitta qiziq narsa bor. Portalning o'zida tonda ham staking bor. Agar gift emas, именно ton coinni o'zini staking qilaman desanglar ham возможность bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi.
Bu yerda ham xuddi o'sha gap. Bu yerda ham o'sha 10 tondan boshlanadi. Bu yerda ham o'sha aktivatsiya qilib turishlaringiz kerak bo'ladi. Yana bitta juda muhim narsa borlar. Stakingdan olish uchun, pulni получить qilish uchun kamida 1 ton bo'lishi kerak. Xo'p, mana MRKT. MRKTda bizada o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda 76%. То есть уже kamroq. 76% nima degani? Agar mana shu 76% tursa agar, keyingi yil xuddi shu payt, masalan deylik 100 tonningiz bor, 100 tonlik giftingiz bor, hech nimani narxi o'zgarmasa, protsentlar o'zgarmasa, keyingi yil xuddi shu payt, xuddi shu kun 76 ton qo'shilgan bo'ladi balanslaringizga. Masalan 100 tonningiz bor edi, 76 ton qo'shildi degani. То есть yillik 76%. Bu ham плавающий bolalar qimirlab turadi. Bu yerda ham ko'payishi bor, kamayishi bor. Masalan boshida вообще ko'p edi, 300% edi. Hozir уже salgina kamaygan. Portalsida ham boshida juda ko'p bo'lgan. Keyin резко tushib ketdi. Realni aytaman, bir вообще 10% larga tushib ketuvdi. Mana hozir yana ko'tarildi. Nima uchun ko'tarildi? Chunki hype bo'lib hamma kirdi. Aktivatsiyani bosdi hamma. Shu bilan unutdi. U odamlarda avtomatik deaktivatsiya bo'ladi. Deaktivatsiya bo'lgandan keyin ularniki o'chadi. Sizlar aktivatsiya qilsanglar, ularni dahoda sizlarga boradi. Tushundingizlarmi? Shuning uchun ham protsenti hozir oshgan. Qaranglar, даже mana bu yerda MRKTda yozib qo'yilgan ekan, har hafta yangidan bo'ladi, yangi bitta sikl bo'ladi. Har hafta sizlar ishtirok etishlaringiz kerak degan dotni. Mana qaranglar, bu yerda yozib qo'yilgan ekan. Нужно активировать staking. Снова ko'rasizlarmi? Qaytadan. Qaranglar, yana bitta juda qiziq narsa bor ekan MRKTda. Agar giftingizni boshida, haftaning masalan boshida siz aktivatsiya qildingiz. Undan keyin masalan deylik giftlaringizni sotdingiz, chiqardingiz yoki mana bu o'yinga stavka qilib quydingiz, to есть yo'qotib qo'ydingiz. Endi bu yerda ham qimorli joylari bor-ku masalan. Baribir ham giftingiz hisoblanadi, to есть отмен bo'lmaydi. Marketda masalan deylik gift olmoqchi bo'lsanglar, yonida mana bunaqa belgisi bo'lar ekan, agar stakingda уже kimdir tomonidan qo'yilgan bo'lsa. То есть sizlar уже qo'yaman desanglar, keyingi hafta faqat qo'yib bilasizlar. Keyingi hafta emas, mana bu taymer tugagandan keyin masalan 5 kun va 5 soatdan keyin. Bu yerda qaranglar, limit hech qanaqa yo'q. Выводga ko'rasizlar. Moment qanaqadir kopeyka yig'ilgan bo'lsa ham mana chiqarsa bo'ladi deb aytilgan. Xo'p, yana bitta muhim narsa borlar. Agar stakingga gift qo'ysanglar, общий aytyapman, MRKTga ham, portalga ham tegishli, giftlaringiz hech qanaqa blok, ban yemaydi. Tushunasizlar, u turaveradi profillaringizda. Prosta turadi. Xohlagan paytlaringiz chiqarasizlar, ishlatasizlar, sotasizlar. Masalan, MRKTda даже sotsanglar ham, u baribir stakingga kiritib qo'ygan bo'lsanglar, sotishlaringizdan oldin, u turaveradi stakingda. To есть hisoblangan bo'ladi. Xo'p, MRKT bo'yicha ham gaplashib bo'ldik. Endi sekin-asta tunnelga o'tamiz. Qaranglar, bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi, staking bor. Endi bu qo'shimcha odamlarga aytyapman. Endi hozirgi paytda ko'rsanglar bo'ladi, mana APR o'sha narsa protsent bu yerda уже 0. То есть вообще hech nima yo'q. Keyin salgina sistema haqida gaplashib beray, siz gapirib beray sizlarga. Masalan, portal bilan MRKT qanday ishlaydi? Ular foydasidan, deylik, nimalardan foyda qildi? O'sha foydasidan sizlarga beradi. То есть protsent beriladi. Staking bilan qaytarib olsanglar bo'ladi. Masalan, nimalardan foyda qildi? Tam любой narsadan bo'lishi mumkin. Sizlarga o'sha foyda bilan bo'lishadi. Tunnelda esa boshqacha tema bo'lgan. Bu yerda odamlar o'zlari stakingga pul tashlashgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda odamlar o'zlari mana boostni bosib ton kiritishgan. Tonmi, mana bu tunnelda tokenmi yoki USDTmi farqi yo'q. Mana shu bilan o'sha pul mana bu odamlarga, mana bu qaranglar, bu yerda ko'rsatyapti. 254 ta sigaret masalan stakingga qo'yilgan. Mana summasi, hozirgi kurs bilan taxminiy summasi. O'sha pul mana bu yerga boost qilib tashlanadi. Bu yerda o'sha odamni kim tomonidan, necha kunga, necha pul tashlangani chiqar edi. То есть profil reklama bo'lar edi o'sha paytda. Bu bilan plus mana bu giftni, to есть hozirgi paytda mana bu sigaretlarni narxini ko'tarasdi. Nima uchun? Chunki bu narsa masalan qilsa odamlar ko'proq sotib oladi, bu yerga tashlaydi. Chunki protsenti ko'payadi-yu. Bu yerda ishonasizlarmi yo'qmi? Biz realni aytaman, manda bir kun ichida
не то что narxi chiqqan, даже 2 barobarga men plyus qilib olganman bir kunni ichida. Bu juda такой необычный informatsiya beryapman stakingdan. Manda nima bo'lgan? Manda tortlar bo'lgan. Именно o'sha payt tortlar qaranglar nima bo'luvdi. O'sha payt juda katta hype ketuvdi. Qaranglar bu yerda o'zi tunnelda hamma giftda staking yo'q. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Faqat mana shu giftlarga staking bor. Masalan, sigaretlarga, Durovni anaqasi, ana Ion Game'larga, mana bu tortlarga. Shuning uchun mani tortlarim juda ko'p, chunki men shunga staking qilganman. Mana bu ham menda ko'p, chunki men staking qilganman. Toilet Club degan narsa bor. Bu giftlar fonni именно любой gift berib kiradi, lekin faqat mana bu profilida yo unitaz bo'lishi kerak yoki tualetniy bumaga bo'lishi kerak. Mana bu yerda ham 826 ta gift qolgan. Eslayman, bu vaqtida 16 mingtadan ham ko'p gift bo'lgan mana shu yerda. Eng katta pribylni, eng ko'p pul beradigan bittasi ham mana shu Toilet Club bo'lgan. Realni aytaman. Masalan, o'sha kuni yaxshi eslayman. Homemade cake'da masalan deylik 10 ta tortim bor, общий summasi masalan deyman 100 ton. O'sha kuni homemade cake'da menda balansiga 100 ton qo'shilgan. 100 ton tushunasizlar? Masalan 10 ta tonim ham 10 ta tortim ham turibdi. Plus ustiga 100 ton qo'shilgan. Shunchalik protsenti kattalashib ketganki, что bir kun ichida полностью men giftlarimni, mana shu giftlarni hammasi narxi chiqqan tonda. Tushunasizlar? Men tortlarim ham o'zimga qolyapti. Lekin mana bu toiletda esa faqat anaqa emas, даже 2 barobar, 2x bo'lgan. Masalan, homemade cake'da faqat narxi chiqqan bo'lsa, bu yerda 2 barobar ko'p bo'lgan. Masalan, deylik, bu yerda 10 ta gift, har xil deylik gift, lekin foni o'sha 10 tasini ham tualet. Bu yerda ham narxini taxminiy deylik 10 ton, endi osonroq bo'lishi uchun hisoblash uchun aytyapman. Xo'p, 100 ton общий summa, lekin o'sha kuni menga именно toiletnikidan 200 ton qo'shilgan. Tushunasizlarmi? Balansga 200 ton Toilet Club'ni giftlaridan. Masalan, 100 tonlik gift qo'yganman, lekin menga esa bir kun ichida, tushuntiribsizlarmi? Bir kun ichida 200 tonli narsa qo'shilgan. Tushunib turibsizlarmi? 200 tonli. Bu misol qilib aytyapman. То есть protsentlarini tushunishlaringiz uchun. Mana bolalar, spesialni sizlar uchun shu joyni o'zida stop qilib, kanaldan Genius Trade o'zimizning kanalimizdan telefonimdan screenshot qilib, qaranglar, chislalargacha turibdi. 11-aprel 25-yil. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Toilet Club birinchi o'rinda. Menda bu top 3 ta gift bor, o'shalar menda juda ko'p. Hali-haligacha turibdi. Yaqinda bitta video chiqardim. O'sha yerda ham ko'rgan edingizlar, mana shu giftlar bor. Hammasi mana bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Toilet Club'da 60.476% yillik bo'lsa, buni 365 ga bo'lsanglar, bir kunga 160% bo'ladi. То есть 24 soat mana shu gift, mana shu joyda tursa, ertangi kunga уже 24 soatdan keyin 1,5 barobarda ko'payadi. То есть masalan 100 ton qo'ysanglar, ertaga masjidda masjiddan sizlarga 150 ton qo'shiladi ustiga. 150 ton, 160 ton qo'shiladi degani. Tushundinglar? Mana spesialni sizlar uchun screenshot qilib полностью ko'rsatilgan. Endi yana qaytib o'sha videomizga qaytamiz. Nima demoqchiman? Masalan, MRKTda ham, Partlasda ham vaqtda juda katta protsent bo'lgan, hozir tushgan. O'tda ham ko'tarilishi, tushishi bor. Lekin ularda в основном долгосрочный qilingan. Lekin bularda долгосрочный emas, такой краткосрочный, lekin bularni MRKT bilan Partlasda qimori bor. Ulardan foyda qilsa ham, ular mana shu foydani beradi bizga. Lekin tunnelda unaqa narsa yo'q. Stavka hech nima yo'q. Даже arendasi bor edi. Eslaringizda bo'lsa, mana bu yerda arenda bor edi, lease degan. O'sha haqida video olmoqchi edim. Mana yopishibdi. Bugun уже yo'q. O'sha. U ham zo'r temaydi, realni. Endi yo'q. Va bu vaqtida mana shu staking ham, mana shu giftlar bo'yicha ham zo'r tema bo'lgan. Men qaysi gift qo'ygan bo'lsam, bemalol hammasining narxi plus minus chiquvdi. То есть puli chiquvdi, plus giftlari ham o'zlaringizda qoladi. То есть o'zlaringizdan chiqarib olsanglar ham, sotsanglar, ishlatsanglar bemalol bo'ladi. Staking degani bu bankka borib pul qo'yasizlar-yu, xuddi shunaqa narsa. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan, просто bu yerda protsenti ko'payib ketgan vaqtida. Xo'p, tunnel haqida ham gapirib berdim. Hozir lekin o'lgan. Bu yerda hozir hech nima yo'q.
Ota qarab tursanglar bo'ladi. Bir xil paytlar kimdir masalan deylik pul tashlasa, хотя бы 100 so'm tashlasa ham masalan deylik 10 ta odam 10 to'ndanmi deylik bilmayman. Nimadir bo'lib qolishi mumkin. Chunki masalan bugun giftlarning ham narxi просто takga ishonasizlarmi yo'qmi juda ko'p o'sgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Nima bu ahvol? Просто tak mana bu babochkalarga 34% bir kunda narxi oshdi. Просто tak. A bu gullarga ham ko'rasizlar 15%. Nima demoqchiman? Bu yerda ham shunaqa vaqt bo'lishi mumkinki, kimdir nimadir qildi, shundoq masalan salini pul tashladi, tim bo'lib bu yerda qaranglar. Ion Game'da atigi 15 ta turibdi. Masalan, Ion Game'laringiz bo'lsa, agar o'sha kuni ko'rsanglar, mana bu yerda katta protsent turibdi. Deylik, mana bu gift bu yerga tashlashlaringizni, to есть 25 yulduz plus chiqarishlaringizni, buni komissiyasi 0,1 ton, buni komissiyasi hammasini minus qilib, o'sha okkupatsiya qilaman deb hisoblasanglar, to есть uni konkretno kalkulyatsiya qilib hisoblash mumkin. Chunki bu yerda aniq-tiniq ko'rsatadi. Qancha pul bor, qancha nima bor. Masalan, kirsanglar, mana bu pastda ko'rsatadi mana. Mana bu yerda chiqadi. Mana bu yerda hozir hech nima yo'q, lekin qo'shilsaydi, men buddishiga aytyapman. Masalan, deylik kimdir nimadir qilib, yana mana shu narsa populyarini bo'lsa, avvalgidek. Shuni ko'rsanglar bo'ladi, o'zlaringiz hisoblasanglar bo'ladi. Mana. Xo'p. Bo'ldi, tunnel haqida gapirib berdim sizlarga. Xo'p bolalar, keyingi bitta zaключение qilamiz. Mana sizlarga полностью uchala market haqida ham gapirib berdim. Staking haqida полностью chuqur gapirib berdim. Ko'rsanglar bo'ladi, foizlar katta. Hali ham mana 134%, baribir ham bu katta, chunki 1 yildan keyin deylik, masalan, hammasi birga bir bo'lsa, to есть hech nima o'zgarmagan bo'lsa agar, keyingi yil masalan sizlarda masalan deylik 100 ton kiritgan bo'lsanglar, 134 ton ustiga qo'shiladi. Tushunasizlar? Masalan deb aytyapman. Bu любой summaga tegishli, просто men sizlarga protsentni ishlashini ko'rsatyapman. Protsent bu juda zo'r narsa, mana shu staking. Realni aytaman, men vaqtida tunneldan qanaqa so'qqa qilganim haqida ham gapirib berdim. Shuning uchun bolalar, lekin yana bitta muhim narsa, bir xil staking joylar bor. Masalan, har xil endi men nomlarini aytmay, Telegram giftlarda ham, masalan, Telegram bu podarkalarida ham bor qimurlar. То есть boshqa bular emas, bular marketlarda emas, boshqa отдельный plashatkalar bor. Faqat mana shu stavkalarga qilib ishlangan. То есть qimor qilib ishlangan. Ularda ham masalan bir xillarda staking bor. Ularda ham vaqtda juda katta hype bo'lgan. Realni. Lekin hozirga kelib masalan o'lgan. Endi chiqarib olish uchun masalan kam pul emas, masalan arzon giftlar tashlagan bo'lsanglar, realni aytaman bolalar qoplamaydi. Shuning uchun giftlaringiz bo'lsa, staking qilmoqchi bo'lsanglar, maslahatim birinchidan kattaroq bo'lsin summasi giftlaringizni. Чтобы mana bu 0,1 ton masalan deylik, bitta gift 100 tonlik. Qanaqa расходlaringiz bo'ladi? O'sha giftni plashatkaga tashlash uchun 25 ta yulduz, chiqarish uchun 0,2 yulduz, 0,2 ton, yo bo'lmasa 0,25 ton. То есть MRKTdan 0,25 ton, portalda adashmasam 0,2 ton chiqarish uchun. Endi bu hozirgi paytda lekin bu ham qimirlab turadi. Bu ham baribir расход nima bo'lsa ham. Masalan, bitta keyin sizlarga misol qilib aytaman, ko'rsataman-da, что naglядно bir tushunishlaringiz uchun. Deylik, masalan, bitta gift kiritsizlar 100 tonli, 100 ton. Unga qanaqa расход bo'ladi? 25 ta yulduz kiritish uchun 0,20 yo 0,25 ton chiqarishga. Yana xuddi shu 100 tonga faqat bitta gift emas, deylik 2 tonli 50 ta gift. Endi hisoblanglar. Masalan, 100 tonga eng minimalniy o'yli plus minus 50 ta gift. Arzon giftlardan deylik, endi 2 tondan hisoblamoqmiz, 50 ta gift. Yulduzlarni, bitta yulduzni o'zini hisoblaymiz. Faqat yulduz. Qaranglar, 1250 ta yulduz yo'qotasizlar faqat mana shu 50 ta giftni plashatkaga tashlash uchun. Mana shu ham katta расход. Bu kam pul emas. Endi tonda hisoblaymiz. Yana tonda masalan deylik, sotma deylik, o'sha giftlarni qaytarib chiqarmoqchisizlar plashatkalardan deylik, profillaringizga. Yana ketdi bu yerda 0,2 tondan endi 0,2 ton yoki 0,25 ton, bunday emas, mana deylik. Xo'p, 50 ta ko'paytiramiz 0,2. Mana 10 ton ketadi. Endi sizlarga savol, 100 ton kiritdinglar, 10 ton foyda qilasizlarmi, yo'qmi? Lekin 10 ton yo'qotasizlar chiqarish uchun. Tushunasizlarmi? Shuning uchun mayda giftlarni kiritishdan agar sotmasanglar, foydasi yo'q. Bu anaqaga, nima deydi? Stakingga. Shunga bolalar ishlashdan oldin yaxshilab o'zlaringiz
kalkulyatsiya qilib, mana shunaqa manga o'xshab hisob-kitob qilib, o'ylab, keyin ish qilinglar. Bo'ldi. Hammaga katta rahmat. Vaqtlaringizni ayamaganlaringiz uchun layk bosinglar, bu juda muhim. Endi xohlasanglar dizlayk bosinglar, menga farqi yo'q. Просто otsent qilinglar demoqchiman. Komment yozinglar, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, biron temalaringiz bo'lsa, nima haqida video olishim kerak, bo'ldi. Podpiska bosasizlarmi, bosmaysizlarmi o'zlaringiz qaranglar. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.